Canım bormisan? Anchadan beri ko'rinmay qoldik. Ish qursin ekana, bir uyda turib ko'risholmaymiz ham. Yaxshimi ishlar? Cheki totdim. Aka to'xtang. Siz gapirmasa o'zingizdan bilmayapsiz. Kenja farzandman bu uyda, uy menga qolishi kerak. Sizga 2 kun muhlat, uyni bo'shating tezroq. Yoshingiz 40 ga qarab ketdi. Nimaga erishdingiz shu paytgacha? Na moshinangiz bor, na uyingiz bor. Voy ukajonim, 2 kun deyapsiz. 2 kunda nimaga ulguraman? Ozgina vaqt qo'shib ber, muhlat ber ozgina. Bilganingizni qiling. Adajonisi, men sizni tushunmay qoldim. Akajonga nimaga unaqa muomala qilyapsiz? Aqllilik qilma, o'zim bilaman. Adasi, ozgina ishlaringiz yurishib pul topganingizga kibrga berilibsiz. Balkim akajonni ham rizqlarini sizga berayotgandir. Esizdami? To'yimizdan oldin akajonni mashinalarda uchrashuvga kelardingiz men bilan ko'rish uchun. Shu mashinalarni sotib, to'yimizni qilib berdilar. Siz uchun borini berdilar, hech nimani qizg'anmadilar. Aslida bu uyga sizdan ham mendan ham ko'ra akajonni haqlari bor. 2 kun deyapsiz. 2 kunda nimaga ulguraman? Ozgina vaqt qo'shib ber, muhlat ber ozgina. Shokir aka, ish tegadi, hamma ketdi, ketmaysizmi? Bugun shu yerda qolaman, boradigan joyim yo'q. Shokir aka, sizni tashqarida bir yigit so'rab keldi. Tinchlikmikan? Qani yurchi. Ukam tinchlikmi? Ozgina vaqt bersang, keliningni olib chiqib ketaman, kvartira topsam. Ishxonamgacha kelishing shartmidi? Yuring aka, o'z kirib chiqaylik. Tinchlikmi? Ustarim kar ukajonim. Bo'ladigan gap gapiring, yuring. Uka, xo'jayinni aralashtirishing shartmidi? O'zimiz hal qilib olardik uka. Nimalar deyapsiz aka? Boyiga olgan uyimni akamga rasmiylashtirib bering. Qoyil aka. Aka-ukachiliklaringizga ko'z tegmasin. Uka siz uchun 2 xonalik uy xarid qildi. Siz yaxshi ishlaganingiz uchun biz buni 3 xonalik qildik aka. Uylar muborak bo'lsin aka. Xo'jayin hazillashyapsiz? Ukajon nimalar deyapti? Hech qanaqa hazil yo'q aka. O'zingiz aytardingiz, Samarqand sentrda Chayka rezident, uying bo'lsa shetdan o'zim derdingiz aka. Yaxshi yomon gapimga uzr aka. Ustim kur ukajonim. Muhimi qalbingiz kirmasin. Jonim bormisan? Anchadan beri ko'rinmay qoldik. Ish qursin ekana, bir uyda turib ko'risholmaymiz ham. Yaxshimi ishlar? Cheki totdim. Aka to'xtang. Siz gapirmasa o'zingizdan bilmayapsiz. Kenja farzandman bu uyda, uy menga qolishi kerak. Sizga 2 kun muhlat, uyni bo'shating tezroq. Yoshingiz 40 ga qarab ketdi. Nimaga erishdingiz shu paytgacha? Na moshinangiz bor, na uyingiz bor. Voy ukajonim, 2 kun deyapsiz. 2 kunda nimaga ulguraman? Ozgina vaqt qo'shib ber, muhlat ber ozgina. Bilganingizni qiling. Adajonisi, men sizni tushunmay qoldim. Akajonga nimaga unaqa muomala qilyapsiz? Aqllilik qilma, o'zim bilaman. Adasi, ozgina ishlaringiz yurishib pul topganingizga kibrga berilibsiz. Balkim akajonni ham rizqlarini sizga berayotgandir. Esizdami? To'yimizdan oldin akajonni mashinalarda uchrashuvga kelardingiz men bilan ko'rish uchun. Shu mashinalarni sotib, to'yimizni qilib berdilar. Siz uchun borini berdilar, hech nimani qizg'anmadilar. Aslida bu uyga sizdan ham mendan ham ko'ra akajonni haqlari bor. 2 kun deyapsiz. 2 kunda nimaga ulguraman? Ozgina vaqt qo'shib ber, muhlat ber.